Bolam, mana bu go'sht kim qarayotgan ekan? Necha pul ekan? Menga qara, choyxona mendan deyapman-ku. Beftekdaman. Amaki bu Menga go'shtlar qara. Qaraver bu yoqqa. hozir ko'rib turing. Aka, sizga chiroyli joylarda olib qo'yganman. Gap yo'q. Shuni berasan. Shashlikka tayyor marinovat qilingani bor, undan ham berasan. Bir 20 kishiga. Menga qara, o'zi 200 gram oladimi yo'qmi? Davay menga qara, tezlashtir, bolalar kutyapti choyxonada. Bolam, uydagilar ovqat qilishga kutib turuvdi. Meni qo'yib yuborsang bo'larmidi deb aytuvdim. Amaki, ozgina sabr qilib turing. Xo'ja akamni ketkizib yuboring, chiroyli joylardan qilib beraman sizga. Hoji aka, chiroyli qilib bering. Oybek, bundoq qarab, Ha, besiga. kameradan ko'rib kelyapman. Nima sen odam ajra to'ssa? Hozir qo'yib yuboraman besiga. U qassoblarning ustozi bo'ladi. Meni ham ustozim bo'ladi. Seni ham ustozing bo'ladi. Qoch o'zing qarayman. Assalomu alaykum ustoz. Uzr kuttirib qo'ydik sizni. Siz qassobchilik qilayotgan paytingizda biz yosh bola edik. Beftik brendi ostida go'sht do'konlarimiz sonini 4 ta yetkazdik. Mana go'sht do'konimizda xohlagan narsangizni tanlang ustoz. Siz meni tanimaysiz, lekin biz sizni ko'rib katta bo'lganmiz. Bo'sh vaqtingiz bo'lsa, kelib mana navara shogirdlaringizga ham dars berib keting. Xursand bo'lardik. Ha, barakatda bolam. Rizqingdan barakat topgan ya. Ha, mayli, chiqib o'tirmagan bolam. Assalomu alaykum. Ha, rahmat.